Assalomu alaykum. Bugun juda muhim mavzuni ochib beraman. Ayol uchun investitsiya nima? Ko'pchilik ayollar investitsiyani faqat dollarda pul yig'ish, tillaga investitsiya kiritish, biznes loyihalariga pullarini qo'yib, ulardan daromad olish deb tushunishadi. Lekin aslida investitsiya ancha kengroq tushuncha. Ayol uchun investitsiya bu nafaqat pullarini ko'paytirish, balki o'zini kelajagini, farzandlarini kelajagini kafolatlash bilan teng bo'ladi. Umumiy olganda investitsiyani 3 ta turga bo'laman. Birinchisi hamma ko'p bilgan bu moliyaviy investitsiya. Ya'ni moliya so'zi pul ma'nosini bildirar ekan, pulni, yig'ilgan pulni, jamg'armani, qo'lingizdagi pullarni kerakli g'oyalarga, kerakli investitsiya manbalariga, ko'chmas mulkka, ya'ni sizga foyda olib keladigan ijara topib, ijaraga, avtomobilga, yana ham kattaroq bizneslarga qo'yganingizda, albatta shu faoliyatlardan siz daromad olasiz, foyda olasiz, dividend olasiz va shu dividend va foyda investitsiyani daromadi hisoblanadi. Demak, moliyaviy investitsiya bu pullaringizni siz uchun ishlashga majbur qilishdir. Ikkinchi investitsiya esa sog'liqqa investitsiya. To'g'ri, bir ko'rinishda bu pul bilan o'lchanmasligi mumkin, lekin eng bebaho ne'matimiz aslida sog'liq hisoblanadi. Sog' bo'lsakkina biz pulga ega bo'lamiz, investitsiya qilamiz, farzandlarimizga kerak bo'lamiz, ularning kelajagidagi baxtini, kamolini ko'ramiz. Demak, sog'liqqa qilinishi kerak bo'lgan investitsiya aslida birlamchi. Aslida bu investitsiyaning qanchalik kattaligini tushunib yetish uchun juda ham katta pul mablag'lariga ega bo'lgan millionerlar ham, bu Steve Jobs bo'lsin, bu yana boshqa muvaffaqiyatli biznes egalari ham o'z sog'lig'iga qancha ko'p pullari bo'lsa ham sog'liq sotib olisha olmagan. Demak, eng katta ne'matimiz sog'liq, salomatlik ekan, bu investitsiyadan hech qachon pul ayamasligimiz kerak. Uchinchisi va eng asosiysi bu bilimga bo'lgan investitsiya. Aslida men bilimga bo'lgan investitsiyani juda ham qadrlayman, sababi moddiy aktivlardan ko'ra nomoddiy aktivlarni qiymati juda baland. Inson o'zini bilimiga investitsiya qilar ekan, u katta masshtablarga chiqishi osonlashadi, katta muvaffaqiyatli biznes proyektlarni boshqarishini o'zi ta'minlab bergan bo'ladi. Shuning uchun ham bilimga investitsiya aslida xarajat emas, eng katta sarmoya bo'ladi. Farzandlarni o'qitishga, o'zini qaysidir malakasini oshirishga yoki bo'lmasa yangi kasb o'rganishga sarflanayotgan pulni agar niyat xolis bo'lsa, albatta eng katta masshtablarga, eng katta natijalarni, karra foydasini olib keladigan investitsiya deb qarashinglarni xohlagan bo'ladi. Bilimga kiritilgan sarmoyani ahamiyatli jihati, u tez orada sizga katta foydalarni olib kelmasligi mumkin. Lekin ahamiyatlisi, umringiz davomida bu bilimlar siz bilan birga bo'ladi va bu bilimlardan foydalanib, manfaatli, bardavom, barqaror hayotni ta'minlab beradi. Xulosa qilib aytganda, ayollar uchun investitsiyaning 3 ta yo'li bor. Birinchisi sog'lig'ini qadrlab, sog'lig'iga investitsiya qilib, sog' va salomat bo'lganda bilim o'rganib, bu bilim natijasida o'zini daromadlariga, pul oqimlariga ega bo'lib va bu pul oqimlarini moliyaviy investitsiya kapitalga aylantirishi eng zo'r yechim bo'ladi. Bu uchalasi birlashsa, siz nafaqat moliyaviy erkinlikka, balki ruhiy mustaqillikka ham erishasiz. Va albatta, bu video orqali sizga foydali, manfaatli ma'lumot bera olgan bo'lsam, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.